Elektromobillar chindan ham inson hayoti uchun zararlimi yoki yo'q? Keling bunga biroz ilmiy yondashib ko'ramiz. Bu borada ko'ryapman ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar orasida bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan har xil fikrlar mavjud. Magnit nurlanish miyaga ta'sir qiladimi yoki bu shunchaki mish-mishmi? Bugungi kunda odamlar ikki guruhga bo'lingan. Elektr mashinalar foydali deydiganlar, ular zararli magnit maydon chiqaradi deydiganlar. Lekin savol, qaysi tomon ilmiy dalilga asoslanadi? Ha, elektr mashinalar magnit maydon hosil qiladi, lekin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va boshqa ilmiy tashkilotlar tadqiqotlariga ko'ra, elektr mashinalardagi elektromagnit maydon darajasi xalqaro xavfsizlik me'yorlaridan past. Hozirgacha bu maydon inson sog'lig'iga zarar yetkazadi degan ishonchli ilmiy dalil topilmagan. Oddiy uy jihozlari, fen, muzlatgich, televizor ham elektromagnit maydon chiqaradi. Elektr mashinalar harakatlanayotganda tutun chiqarmaydi. Bu shahar havosini tozalaydi. Toza havo esa nafas yo'llari kasalliklarini kamaytiradi. Yurak, qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. Bu esa sog'liq uchun ijobiy ta'sir hisoblanadi. Batareyalar ishlab chiqarishda tabiiy resurslar ishlatiladi. Bu jarayon ekologiyaga ma'lum darajada ta'sir qiladi. Lekin mashinaning o'zi ishlayotganda zararli gaz chiqarmaydi. Xulosa shuki, hozirgi ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, elektr mashinalarning magnit maydoni xavfsiz darajada. Ularning sog'liqqa zarar yetkazishi isbotlanmagan. Aksincha, havo tozaligi sababli foydali tomonlari mavjud. Eng muhimi, qarorni mish-mish asosida emas, ilmiy dalillar asosida qilish kerak.